yashirgan gulim, do'zaxda tillari kuymas bulbulim. Bolasin quchganda chekingan o'lim, dunyo ichra o'zing dunyosan ayol. Yolg'onlar to'qishar butun chiqasan, haq so'zdan goh bag'ri tutun chiqasan, jannatidan goh o'tin chiqasan, dunyo ichra o'zing dunyosan ayol. Ayol, 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 zaminga nur qo'ygan samosan ayol. Ayol, 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 har kim kuylay olmas navosan ayol. Ayol, 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 zaminga nur qo'ygan samosan ayol. Ayol, 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 har kim kuylay olmas navosan ayol. Bayram tadbirini ochib berish uchun so'z Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Tavbayev Suhrob To'rabekovichga beramiz. Marhamat. Hurmatli opalar, singillar, bugungi bahorning ilk bayrami 8-mart bilan barchalaringizni rahbariyat nomidan, shaxsan o'zim nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, mashaqqatli kasbimizda hech qachon olmanglar, kasal bo'lmanglar. Bugungi bayram bilan muborakbod etamiz. Doimo sog' salomat bo'linglar, kasblaringlarga, oilalarga, xonadonlarga qut baraka ato etsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Farzand nabiralarni baxt tomonini ko'rish nasib qilgan bo'lsin. Oilam nomidan, o'zim nomidan tabriklayman. Katta rahmat aytmoqchiman. Yigitlar, rahmat mana shunaqa bayramni tashkillashtirib berganlarimga. Bayramlar qutlug' bo'lsin hammalaringizga.